Hammaga salom obunachilar. Bugun ertalab yangi keys ketdi. Sabitan ochishdan oldin bir ikkita tekin beriladigan narsalar olamiz va hozir almaslarni olamiz. Haftalik voucher tiqib qo'yib, oylik voucher. Oylik bilan haftalik tiqib qo'ygandik. Endi hozir tekin narsalarni olamiz. Bugun ertalab 919lik simulyator keys ketdi. Hozir ochamiz uni. Tekin narsalarni oldik. Oylik voucherimiz bor. O'zi oz qolgan bu kuni ham yaqinda yangi keys keladi mana shunaqa 919lik. O'shanga yana ortib video qilaman. 4 kun 3 kundan keyin video qilamiz. Endi xudo xohlasa mana shuni tushirsak, emotsiyani ham, mashinani ham agar almaz yetmasa ikkinchi kunga ham video qilaman. Ikkinchi kunda keyin birdan qo'shib video qo'yaman. 9 ga 1 dayday shunda tushsa lekin karga boramiz toshib. Yo'q, tushmadi. Endi mana shunda agar berib qolsa, menga omad, katta omad. Billa tushdi. Mana men nima dedim? Omadli almas. Endi almasni kimdan olishimni ayta olmayman. Lekin zo'r almas. Hozir endi mashina otamiz, mashina 39 ga tushirsak, zo'r bizga foyda. Bir yarimta almas tiqqandan ko'ra mana shunday omadli bo'ladi. Oylik voucher tiqsa. Oylik voucherda esa narxi arzon 100 ming. Ikkinchi kun videosi unga birga tushira olmaydi birinchi kunda ikkalasi. Ikkinchi kunda eplaymizmi yo'qmi? Video olib ketaman dedim-ku. Hozir tushiramiz menimcha 19 va 19 ga o'tyapmiz. Va tushdi. Mana tushdi. Endi qolgan almaz endi qoladi. Turadi. Yanaga opengizga yig'ib turamiz.